Mana xudo xolosa qoliplarimizni relsimizga qo'ydik. Ertaga mana bu tomonlarini ham relsini qilamiz. Reskamiz bu yoqda. Reskamizni legrovka qilib tokini ulashimiz kerak. Mana mishalkalari. Mana bu yerga 20 ta qolip qo'ydik. 10 ta borti bilan 10 ta paddon. Xudo xolosa sifatlari ideal. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana qolip tiziklari. Xudo xolosa hech nima surtmasdan shundaysiga qo'yib ko'ramiz. Oqmaydi xudo xolosa. Tiziklari o'ta ideal. Profillar 5 ga 4. Stena 1.7 2.1 profildan yasalgan. Paddonlarimiz 8 ga 4 profil. Roliklarning ham kattasini qo'yganmiz mana. Balonchalari. Yurishlari ham yaxshi, xudo xolosa. Xudo xolosa 1-2 kunda ishga tushirib topshiramiz egasiga. Mana bular paddonlari. Avtomat reskamiz. Joyiga prosta olib kelib qo'yibmiz. Endi legrovka qilib, qoliplar tagiga qo'yib, mahkamlab ishga tushiramiz bu. To'qmonlarni ham hali relslar qo'yilmagan mana. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.